Biz piyoda Toshkentdan keldik. Hurmatli obunachilar, biz ham mana qaynatam bilan birga piyoda Popdan Toshkentga yo'l oldik. Kuyovimda obunachilari bizni kuzatishda davom etdinglar. Yo'llarda ko'rganda signal chalib o'tinglar ha. Ana shu odamga o'xshab. Qaynata ish qilib yarasangiz bo'ldi, qani ketdik. Kuyov sizda changimda qolgizdiraman, Qani changimda. ko'ramiz aka, ketdik. Men sizga aytdim, yaramaysiz, tez-tez yuring endi. Ota bolalar qayerga ketyapti-ku? Qormanglar otaxon, bayroqlar bilan qayerga ketyapsizlar ota bola? Bolam, shu desam biz ham yangi challenge qilib mana kuyovim bilan Popdan Toshkentga qarab ketyapmiz. Bugun mana 2-kun bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshi maslahatim sizlarga. Yo'ldan qaytinglar. Sizni yoshingizda hurmat qilib $100 beraman. Bu yo'lingizdan qayt. Men shu yoshimga kirib, labzimdan qaytgan odam emasman. Kuyovim bilan labz qildingmi? Yiqilib qolsam ham Toshkentgacha piyoda boraman. Meni undaqa qilib $100, $1000 berib yo'ldan qaytara olmaysan. Ancha qiynalib qolasiz. Mayli, yoshingizda hurmati bor. $200 beraman. Bu yo'llardan qaytinglar. Yo'q, bolam, qaytmayman labzimdan. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qo'l bo'lsin endi otaxon, bayroqlar bilan kunduz sig'ida qayerga qarab ketyapsizlar? Va bolam, biz challenge qilganmiz internetda bilsang. Mana kuyovimda obunachilari bor, shularga labz berib, Pop shahridan Toshkentga qarab yo'lga chiqqanmiz. Bugun 2-kun, xudo xolasa. Otangizni qiynab qo'yasizmi deyman-da? Qiynalmaydi, baquvvatligini qarang. U aka nima maslahat beryaptilar? Bolam, bu o'g'lim bizni yo'ldan qaytarib $100 beraman, $200, $500 beraman, qaytinglar deydi. Men shu yoshga kirib labsiz odam bo'lib qolamanmi endi? Otaxon, akamiz to'g'ri fikr beribdilar. $200 da olinga uyga qarab so'ravering. Biz o'zimiz qiynalib Toshkentga borib kelyaptik. Yetolmaysiz baribir. To'g'ri aytyapti. O'g'lim, haligi labzingda turibsanmi? Yo'q endi otaxon, bilganlaringni qilinglar. To'xta bolam, undaqa belabizlik qilmang endi. Hurmatli obunachilar, bu videomiz shunchaki hazil tariqasida olindi. Sababi, hozirda juda ko'pchilik yoshlarimiz o'zini shaharidan yoki qishlog'idan Toshkentga qarab falonchi artist bilan ko'rishaman. Maqsadi obunachi yig'ish, shu sabab bilan Toshkentga qarab yo'lga chiqyapti. Bunda 7 kun, 8 kun yo'l yurasizlar. Yo'l oson emas. Maslahatni mana hozir akalarimizdan, kechagina Toshkentga piyoda borib kelgan akalarimizdan so'raymiz. Maslahatimiz, hozirgi texnologiya rivojlanayotgan davrda o'sha sizga eng qulay, eng oson bo'lgan yo'llarni tanlab borishingizni maslahat beramiz. Kim bilan ko'rishingizdan qat'iy nazar. Qiynalib yurishmasin. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan keyin qiziqarli videolarni birgalikda olishni boshlaymiz. Like va podpiskani ayamanglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.